Assalomu alaykum hurmatli bilimga chanqoq o'quvchilar. Sizlarni platformamizda ko'rishdan behad xursandmiz. Endi siz har kuni maktabda o'quv markazlarida yoki mustaqil ravishda o'rgangan bilimlaringizni post qilib, ulashib, uni daromadga aylantirishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun oddiygina o'rgangan mavzuyingiz haqida post yozing. Misol uchun, bugun ona tili fanidan onli tovushlarni o'rgandingizmi? Yoki fizikadan tortishish qonuni mavzusinimi? Ajoyib. O'sha bilimlaringizni, tushunchalaringizni biz bilan baham ko'ring. Biz sizdan murakkab ilmiy maqolalar kutmaymiz. Oddiy qilib aytsak, maktabda 5 soat davomida 5 ta mavzu o'rgangan bo'lsangiz, o'zingiz uchun qanday xulosalar chiqarganingizni yozib berishingiz kifoya bo'ladi. Eng muhimi, har bir bilimingiz, har bir post uchun biz sizga 3000 so'm to'laymiz. Hozir hisobingizda 5000 so'm bor, to'g'rimi? Keling, birgalikda birinchi postingizni joylashtiramiz. Diqqat, hisobingizga 3000 so'm qo'shildi va hamyoningizdagi pul miqdori 8000 so'mga yetdi. Ajoyib, shunday emasmi? Keling, yana bitta post joylaymiz. Endi esa sizga like bosish taklifi kelib tushadi. Bu nima degani? Sizning bilimlaringiz nafaqat sizga, balki minglab tengdoshlaringizga ham yetib boradi degani. Unutmang, har bir likening o'z narxi bor. Yuqorida sizning like balansingiz aks etgan. Sizga boshlang'ich sarmoya sifatida 5000 so'm bonus berilgan. Har bir like bosganingizda shu balansingizdan pul yechiladi. Keling, yana post joylaymiz va yana 3000 so'm hisobingizga qo'shildi. Hamyoningizdagi pul ko'paydi. Like balansingizdan esa pul yechildi. Xuddi shu tarzda post joylashda davom eting. O'rtacha hisobdan siz boshlang'ich 5000 so'mni 25000 so'mdan 30000 so'mgacha ko'paytirishingiz mumkin. Ammo ehtiyot bo'ling. Bitta like-ni tinimsiz bosmang. Aks holda tizim sizni bot deb hisoblab, bloklab qo'yishi mumkin. Xo'sh, endi hamyonimizdagi pulni qayerga sarflaymiz? Buning uchun bizning onlayn do'konimizga marhamat. Bizning onlayn do'konimizda sizning yaxshi o'qishingizga, bilimlaringizga qiymat yaratishingizga yordam berish maqsadida homiylar va investorlar tomonidan bepul mahsulotlar fondi shakllantirilgan. Hamyoningizdagi pul yetadigan mahsulotni tanlang. Xarid qilish tugmasini bosing va siz bir martalik manzil kiritish sahifasiga yo'naltirilasiz. Manzilingizni kiritgandan so'ng, siz do'konga qaytasiz va mahsulotingizni rasmiylashtirasiz. Hamyoningizdan pul yechiladi. Xohlasangiz, bonus sifatida berilgan pulga mahsulot oling. Xohlasangiz, like balansingizni to'ldirib, yanada qimmatbaho mahsulotlar xarid qiling. Ajoyib, shunday emasmi? Like balansini Payme yoki karta orqali to'ldirishingiz mumkin. $5000 so'mlik like paketi o'rtacha hisobda 25000 so'mdan 30000 so'mgacha daromad keltirishi mumkin. Bu esa bir vaqtning o'zida yoshligingizdan moliyaviy savodxonligingizni oshirish, pulni boshqarish ko'nikmalarini mukammal o'zlashtirishingizga xizmat qiladi. Asosiysi esda tuting. Like balansingizni to'ldirish bu mahsulot uchun emas. Bu sizning bilimingizga, kelajagingizga kiritilgan sarmoyadir.